10 ta narsa bor qalbingizda, shu narsani his qilmaysizlar. Shu 10 ta narsani his qilmay qo'ydinglar, duo ijobat bo'lmaydi. Birinchisi, Allohni taniysizlar-ku, haqqini ado qilmaysizlar. Ikkinchisi, Allohning kitobini o'qigansiz-ku, biron qonunga amal qilmagansiz. Uchinchisi, Rasulullohni va u zotning sahobalarini yaxshi ko'rishni da'vo qilasiz-ku, biroq ularning sunnatiga ergashishni tark qilgansiz. To'rtinchisi, shaytonni o'zingizlarga dushman deb bilasizlar-ku, ammo u bilan murosa qilib olgansizlar. Beshinchisi, jannatni yaxshi ko'ramiz deysiz-ku, ammo u uchun amal qilmaysiz. Oltinchisi, do'zaxdan qo'rqamiz degansiz-ku, ammo unga o'zingizni garov qilib qo'ygansiz. Yettinchisi, o'limni haq deb bilgansiz-ku, biroq unga hozirlik ko'rmagansiz. Sakkizinchisi, odamlarning ayblari bilan mashg'ul bo'lasiz-ku, ammo o'zingizni aybingizni tashlab qo'ygansiz. To'qqizinchisi, Robbingizning ne'matlaridan bahramand bo'lasiz-ku, biroq shukrini ado etmaysiz. 10-si, o'liklaringizni dafn etgansiz-ku, lekin ulardan ibrat olmagansiz.